Ziyovuddin, Abdurahmon, sizlar nemishqa kechikib kelasizlar? Bek kechikmagandimiz. Qo'rsqim bekla o'chib ketdi. Bizningmi bek ochdi? Yuringlar amsa. Tomoq bekli o'xshabdi, a? Qo'rsoq bek osh bo'lg'ashqa shundoq deydigan gap, a? Men berib suv kelay. Ha, bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ha? Ular nima deb kusurlashyotgandi? Mendan nimani yoshiryotgandi? Cho'qim mening yomon gapimni qilishayotgan gap. Ay, nega borsan? Tomoqni teq yeb bo'lamagan tursak. Ay, tuyuqsizda ketib qoldi-ku bu. Menmi bilmadim. Biror ishqa ochiq kelib qoldi bu o'g'ay. Ha, jura, uni tepib so'rab boqaylik. Bo'la. Jura, uni deb so'rab boqaylik, bo'la. Xolid, ajab gap qilmayla chiqib ketding-ku. Sangizada nim bo'ldi? Nim bo'lganligini o'zinglar bilasizlar. Bizmi? Qanday qisiga? Ikkinglar meni tashlab qo'yib, meni anglab qolmasin deb pichirlashdinglar. Biz do'st tursak, shunday qilsanglar qanday bo'ladi? O'zimizdan parangni qilishqandiq. Undoq qilsak ne bo'pti, Xolid? O'zinglarning parangni qilishdinglarmi yoki mening parangimni qilishdinglarmi? Biz nima deb sening yomon gapingni qilgudakmiz, Xolid? Buni bilmadim. Ish qilib meni xop qildinglar. Ha? Ko'ngling yerim ko'rinadi-ku, balam. Abdurahmon bilan Ziyovuddin ko'nglimni ranjitib qo'ydi, ona. Xolidni mushundaq tashlab qo'yamdiq. Yo'q, tashlab etmaymiz. 1-2 kundan keyin o'ngshilib qoladi. Burunqidek aramizga qaytib keladi. Biz Xolidni bundaq ko'ngli yerim tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Jura, uning uyiga berib, uning ko'nglini elib olaylik. Assalomu alaykum tag'a. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qanday ahvolinglar bolalarim? Xudoga shukr, yaxshi turibmiz tag'a. Biz Xolidning ko'nglini og'irtib qo'ygan edik. Yarishib olaylik deb keldik, tog'a. Bu ishdan boya xabar topdim. Men sizlarni yaxshi bilgachga, ikkisi cho'qim yarishvog'li keladi deb o'ylagan edim. Deganimdek kapsizlar. Qani kiringlar bolalarim. Xolidning deganlari to'g'ri. Ikkinglarning qilmishi pichirlashishga kiradi. Vaholanki Alloh taolo va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam pichirlashishdan to'sgan. Pichirlashish qanday bo'ladi, tog'a? Pichirlashish, yoshirin paranglashish degan bo'ladi. Ya'ni birsini qaritib qo'yib, uningga anglatmay maxfiy paranglashish. Men sur mujodildagi Alloh taolaning mo'no oyatini yodlagan edim. Gunoh to'g'risida pichirlashish, mu'minlarni qayg'uga selish uchun shayton tarafidan bo'lgandir. Allohning irodasi bo'lmasa, mu'minlarga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam pichirlashishdan to'sib mundaq degan. Agar 3 kishi bo'lsanglar, bir qarindishinglarni yolg'iz qo'yib pichirlashmanglar. Unda qilish qarindishinglarni qayg'uga sep qo'yadi. Ammo tag'a, biz Xolid haqida faqatla paranglashmagan tursak, Uning ustiga Xolidning ko'nglini og'irtish niyatimizmi yo'q edi? Unda qimig'ininglarga ishonaman. Islom dinimiz turmushimizdagi va kishilar bilan bo'lgan aloqamizdagi barliq inchki ishlarni bayon qilgan. Buni bilishinglar kerak. Undaqda 3 kishidan ortiq odam bo'lsa qanday qiladi? Mayli ikkaylan bo'lsin yoki uningdan ortiq kishi bo'lsin, bir kishini yolg'iz qo'yib pichirlashishga bo'lmaydi. Unda qilsak, yolg'iz qolgan kishining ko'ngliga ozor berib qo'ygan bo'lamiz. Undaqda yolg'iz qo'ymay, boshqa kishilar bilan ayrilib qolsa pichirlasak bo'lamdi. Yolg'iz qolmasa bo'ladi. Bu haqda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan:
ikki kishi uchinchi kishini yolg'iz qo'yib pichirlashmasin. Bunda qilish uchinchi kishini qayg'uga sep qo'ydi. Abu Salih men Ibn Umardan 4 kishi bo'lsa ikkisini yolg'iz qo'yishchi deb so'ragan edim, u unda qilsa bo'ladi deb javob bergan degan. Ondaqda 3 kishi bo'lib, 2 kishi, 3-chi kishi bilmaydigan bir tilda paranglashchu. Bumi pichirlashga keramdi. Buni tushuntirib qo'ying tag'a. Uchinchi kishi ularning nima deyishayotganini bilmagachga, bumi pichirlashga kirdi balam. Undaqda ikkaylarning orasida deyishmisi bo'lmaydigan muhim shaxsiy gaplar bo'lsa, boshqalarni yolg'iz qo'yib deyilsa, bumi pichirilishga kiramdi tog'a. Agar ayrim qolganda deyishvilish imkoniyati bo'lsa, keyin deyishvasa texi yaxshi. Bak bo'lmasa, uchinchi kishining ruxsatini olish kerak. Ruxsat qilsa ayrim paranglashsa bo'ladi. Xolid do'stim, ko'nglingni og'ritib qo'yibdimiz, bizni kechirgin. Buning dinimiz cheklagan harom ish ekanligini bilmabdiq do'stim. Hech qisi yo'q do'stlar.